Xitoy Yer shari gazeti Sharq Turkistonda Xitoylarning yurgizayotgan zulmlarni oqladi va Xitoy hukumatini gunohsizlab maqola e'lon qildi. Bu maqolada Şinjandagi oyog' uzilmagan masalalarning va besimlarning amaliyotda xalqaro fikr afkor ekanligini, chet eldagi Uyg'urlarning g'arb davlatlarining qo'llashi bilan Jungo qarshi chiqqan sababli Şinjang bölgesidagi qo'zg'olonlarning uzilmaganligini bayon qildi. Bu maqolaga raddiya bergan Sharq Turkiston informatsion markazi bosh lideri Abdujil Qarqash afandim, Sharq Turkistondagi zulm va qo'zg'olonlarning Xitoyning degandek bir fikr afkor emasligini, aksincha 1949-yili tajovuzchi Xitoylarning besib kirganligidan boshlangan dedi. Shundaqla Xitoyning g'arb davlatlarini atalmış Xitoy ichki masalalarga aralashtirgan sapsatasini qattiq ayblagan Qarqash afandim, xalqaro axborotchilarni birlikda Xitoyga qarshi harakat qilishga chaqirdi. Hong Kongdagi 16 ommaviy tashkilot yig'ilib Xitoy hukumatining Sharq Turkiston Uyg'urlarga yurgizgan bir yurish erki madaniy qirg'inchilik harakatiga qarshi norozilik namoyishi o'tkazdi. Namoyish Xitoy markaziy hukumatining Hong Kong alayida ma'mur rayonida turishliq markaz alayida ishxonasi oldida o'tkazildi. Namoyish qiluvchilar avval yaqin atrofdagi g'arbiy rayon soqchi mahkamasi oldiga yig'ilib, ondan yo'l bo'yi shuar to'lab, markaz aloqa ishxonasiga qarab mangdi. Soqchi taraf naq maydonning tartibini saqlab, qatnashni tarqoqlashtirdi, ammo faoliyatga to'sqinlik qilmadi. 2018-yili Xitoyning bir balvoq bir yo'l siyosatini o'ttirib qo'yganligining 5-yili. Xitoyning bu siyosatida kuchli siyosiy o'yinlari yoshiringan bo'lib, ko'plagan shaxsiy g'arazlar ilgari surilgan. O'zining eshinchi ishlab chiqarish kuchi, ortiq material va ortiq emgak kuchini boshqa davlatlarga chiqarib, uzundan beri qo'llanib kelgan zo'r ko'lamli qurilish orqali iqtisodga ta'sir qilish taktikasini chet ellarga yeb pul tepishni maqsad qilgan. Tuvanda Xitoyning razil niyatini sezgan davlatlar bu siyosatdan gumonlanishga boshladi. Xitoy zulmlari davomlashayotgan Sharq Turkistonda Uyg'ur ayollarining hijoblarini majburiy ep tashlab, Xitoy davlat marshi etkizganligi aniqlandi. Ko'rinishlar qaraganda askarlar Xitoy bayrog'ini esib, ayollarning hijobini majburiy ep tashlaganligi va Xitoy davlat marshini etkizganligi oshkor bo'ldi. Türkiye ve Azerbaycan yıllık harbiy hamkorlik planı qaraganda 9-ayning 3-kundan 14-kunigacha ikki davlat Türkiye'nin Konya shahridagi havo armiya bazasida 2018-yillik Turaz qarchig'i manevrini o'tkazmoqchi.